Rossiyada patent olish uchun rus tili imtihoniga kirib chiqqan yana bitta obunachimiz do'stlar boshqalarga ham foydali ma'lumot o'rnida yozib qoldiribdilar. Shu bilan birga savolga javob so'rayaptilar. Demak, do'stlar, hamma bitta narsaga e'tibor qaratishini so'rayman, o'qib beraman, ekranda ham chiqarib qo'yaman sizlarga ko'rinadigan qilib. Assalomu alaykum, men ham yaqinda kirdim imtihonga, 20 tadan 20 tani yechdim. 20 ta savolni hammasiga to'g'ri javob berdim deyaptilar. Narusheniya qilmadim, testni tez yechib, hammadan birinchi chiqib ketdim. Keyin yiqitishibdi, ya'ni o'tkazishmabdi. Nima qilish kerak? Agar yana borsam yiqitadimi deb qo'rqyapman. Shunga bir maslahat bering iltimos. Do'stlar, 20 ta savolni 20 tasiga ham to'g'ri javob bergan, lekin baribir testdan o'tkazishmabdi, sertifikat berishmabdi. Buni sababi hamma joyda emas do'stlar. Ko'pchilik aytishi mumkin, men 20 ta savolga ham to'g'ri javob berdim, sirazi hammadan birinchiman chiqib ketdim. Men sertifikat oldim deyishi mumkin. Balki do'stlar siz ishlab yurgan o'sha oblastda yaxshi muomala qilishayotgandir yoki yordam berishayotgandir. Ba'zi bir joylarda og'zaki savol javob qilmayapti ham. Ba'zi bir joylarda og'zaki savol javobni jo'ski, qattiq hamma narsani so'rayapti. Bu ham xuddi shu kabi 20 ta savolga 20 tasini to'g'ri javob bergan va 3 minut 4 minutning ichida hammadan birinchi chiqib ketsangiz bo'lmaydi do'stlar. 20 tani to'g'ri yechdingizmi? Mayli, bir 2 ta 3 ta odam chiqsin, ana ulardan keyin siz chiqasiz. Agarda siz kirdingiz, 3 minut ham o'tmasdan 20 tani yechdingiz, chiqib ketdingiz. Bu shubhali, baribir podozritelniy. Bu do'stlar, buni nima deydi? O'zi ruscha bilmasa ham shunchaki yodlab kelgan bu, lekin amalda na gaplasha oladi, na o'qib biladi, na yozib biladi. Shunchaki yodlab qo'yibdi. Degan narsani, fikrni uyg'otishingiz mumkin ularda. Sirazi 3 minutning ichida chiqib ketsangiz. Yo ba'zilar aytishi mumkin, men 3 minutning ichida ishlab chiqib ketdim, menga sertifikat berdi deb. To'g'ri, sizni ishlab yurgan joyingizda, sizni oblastingizda yaxshidir. Lekin hamma joyda ham unaqa emas. Shuning uchun do'stlar, to'g'ri javob beringlar. Faqat u nima deydi, ozgina shustrichilik qilib hammadan birinchi chiqqanimni ko'rib qo'ysin deb tez ishlab, tez chiqib ketish shart emas. Shoshmasdan ishlab o'tirib, chunki ular kamerani yoqib qo'yadi. Undan tashqari o'zlari ham sizlarga bildirmasdan sekin nima deydi, odamlarni kuzatadi. Kimdir telefon ishlatyaptimi, kimdir qanaqadir narusheniya qilyaptimi, kuzatib nima qilishadi. Shuning uchun shoshmasdan ishlab, 3 ta 4 ta odam chiqqandan keyin qog'ozingizni borib topshirib, keyin chiqsangiz, ana unda maqsadga muvofiq bo'ladi. Mana shu meni maslahatim do'stlar, shunga amal qilinglar. Hammaga rahmat.